Assalomu alaykum g'ildirakdoshlar, tuzumsizlar, charchab qolmayapsizlarmi? Xudo xolisa bugun avtosalondagi narx-navolar bo'yicha har doimgidek qisqacha tanishtirib o'tmoqchiman. Ya'ni 22,5 mingdan boshlab 62 minggacha bo'lgan elektromobil, gibrid, benzin har doimgidek mashinalar narxlarini bitta tanishtirib o'taman. Narxini обязательно aytaman. Sizlar ham bitta поддержка uchun like или komment har doimgidek sizlar ham bong'inlatib berasizlar degan umiddaman. Xudo xolisa sразу narxini aytaman. Mashinani ko'rsataman, xarakteristikasini aytaman, narxini aytaman. Videoni boshida bitta like bosib, xudo xolisa davom ettirsanglar, men bo'lsa videoni boshladim. Har doimgidek birinchi gibridlarimizdan boshlaymiz. Bizda doimiy bo'ladigan mashinalardan biri Rockstar 01. O'zining zaryadi bilan 260 km, to'liq zaryadga bilan, ya'ni batareyk, polniy bak hammasi bilan 1200 km masofa bosib o'tadi. Orqalari bilan tanishtiradigan bo'lsam, bu bizga yengillik emas. Bizlarning obunachilar biladi o'zi. Har xil ranglardan bor. Bunisi qoraga qor ekan. Ichki salonlari qora rangda. Tashi ham qora, ichi ham qora. Juda ko'pchilik so'rayotdi. Mana keldi, akalar, kelinglar, eng fullidan mana. Eng fullidan, klaviaturasi ko'pidan. Tepada monitorlari bor. Bularning yili hammasi 26, mana buniki 24. Bitta ko'rsatib o'taman. Birkasida nima ko'rsanglar bo'ladi. Hop. Bunimizning narxi 26larining narxi 62 ming deyapmiz. Aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa vaziyatga qarab kelishadigan joylari bo'ladi. Bu tarafda Hakki rangi 2024-yilda ishlab chiqarilgan, Hakkiga ichi oranjevilligi. Buni ham ichini bitta ko'rsatib o'taman. Ichlari Rox bo'yicha yanada batafsilroq ma'lumot kerak bo'lsa, profilga o'tib, ya'ni kanalga o'tib qarasanglar, Roxstonda batafsil obzor qilganman. Bemalol o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham zo'r mashina. 2022-yildan buyon sotyapmiz. Orqa ko'rinishlari. Hop, buni narxini 58,5 ming deyapmiz. Aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa buni ham kelishtirib chiroyli narxda qilib beramiz. Bu 26si, bu yili 24. Bu tarafda oq rangi ham bor mana. Ko'pchilik oq so'rayotdi. Oq ranglari bor mana. Oqqa qora diskali. Salon rangi oranjeviy. Oranjeviyda. Orqa sidinkalari 6 o'rindiqli. Bizda hozir hammasi fullidan bor. Fullmasidan hozircha qolmadi. Bitta bor aytgancha seriya rangidan bor, fullmasidan aloqaga chiqsanglar, uni ham chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Hop, Rockstar 01 bo'yicha qisqacha ma'lumot berdim. Hop, keyingisi Arcfox. Biz buni dillerligini olganmiz. Oq, qaymoq rang nima edi? Qaymoq rang delfin rangidan bor. Orqalari ko'rishlari. Oq rangda. Burada ranglari, panorama tomlari bor. Juda ham keng mashina. Hop, Arcfox ko'ryapsizlar. Hozir kunda buni ham sotuvi ancha yaxshi bo'lib qoldi, sotyapmiz. Rasmiy dillerligi o'zimizda buni. O'zbekiston bo'yicha rasmiy dilleri o'zimizamiz. To'liq zaryadka bilan 500 km masofa bosib o'tadi. Orqa ko'rinishlari. Hop, cruise control, adaptivniy cruise control. Yomg'ir yog'ganda sensorlar ishlaydi, avtomatik ishlaydi. Xullas, kerakli hamma narsalari bor. Buni narxi 22,5 mingdan boshlanadi. Opsiyasiga qarab aloqaga chiqsanglar, xudo xolisa tushuntirib beriladi. 360 kamera, xullas haydashga ancha zo'r mashina. Yurishlar juda ham yumshoq. Hozir kunda o'zim ham haydab yuraman buni. Yurishlari ham ancha yumshoq. Hop, bu tarafda Mhero. Bu har doimgidek bizda bo'ladi bu modellardan, Rockstar, bulardan hammasidan bizda doimiy bo'ladi. Mhero offroadniga qiziqadiganlar uchun tepalarda lidarlari
Hamma narsasi bor. Juda ham bahaybat mashina. Ko'ryapsizlar. Salonlari samolyot bo'lib yotibdi. Orqalari 5 o'rindiqli bo'ladi bu, lekin juda ham keng variant. Orqasi. Bu ham gibrid. 260 ga 1200 kilometr only boxda. Hop. Narxiga keladigan bo'lsak 68 donmiz. Buni ham har xil opsiyalari bor. O'sha opsiyasiga qarab narxi o'zgaradi. Aloqaga chiqsanglar, kimdirda jelani bo'lsa. Xudo xolasa chiroyli narxga qilib beriladi. Ba'zi bir mashinalarni tushadigan narxi bo'ladi, ba'zi birlarniki bo'lmaydi. Aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa yog'ini primoy gaplashib olamiz. Hop, bu tarafda Dipal SL09 bitta motorligi, diskasi oddiyroq bo'ladi, tepasida lidari bo'lmaydi, farqlari shu. Ichki ko'rinishlari hammasi bir xil fullari bilan. Elektronik paroglari bor. Tepalari, ko'rinishlari kapitanskiy. Pneumopodeshka, xullas hamma narsasi bor buni. Ko'ryapsizlar, orqa ko'rinishdan salkam li bilan barobar mashina. Hop, buni narxi 42500 donmiz. Ya'ni aloqaga chiqinglar, xudo xolasa joylari bo'lsa kelishtirib qilib beramiz. Ham xayr, juda ham katta mashina. Hop, keyingi gibridlarimiz Voya Free 2024-yilgisi, 25-yilgisi, 2026-yil modeli. Yili 25, lekin model 26. Hop, ikki xil rangidan bor. Mana ko'ryapsizlar, mana buni oq rangidan ham bor. Oqga oq. Mashina kimga qaysi bir video yoqadi, kommentariy yozib qoldiringlar. Ba'zi birlar mana bu yaxshi derski ancha deyapti, lekin ko'pchilik baribir mana bu yangichasi bu ham boshqacha ekan deyapti. Fikringizni kommentariyada yozib qoldirsanglar, xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Hop, ichki ko'rinishlarini qisqacha tanishtirib o'taman. Yurish stikerlari bir xil, ikkalasida ham. Mana eskisidan boshlaydigan bo'lsam, buni torpedkalari tushib chiqadi. Mana o'zining asosiy fishkalaridan biri. Mana shunaqa qora rangida. Bunisiniki oq rangida, torpedalari tushib chiqmaydigan bo'ldi. Как обычный mashinalarga o'xshab, buni lekin asosiy fishkasi o'sha edi. Panoramalari bor. Buni ham podeskalari bor. Orqalari ancha keng. Buni bitta plus taraflari mana bu orqa spinkasi sal yotadigan bo'lgan. Anarignisigida yotmas edi. Mashina lekin ancha shikalat, lekin sochni bor. Oq rang baribir ancha mashinani bogati ko'rsatadi. Head-up displaylarigacha ham bor. Eng full pozitsiyasi. Bu tarafdan xolodilnik. Xullas eng full orqa ko'rinishlari 2026-yil restyling, 2025-yil restyling. Hop, narxlarga keladigan bo'lsak, biz mana bu Voya Free'ni ofitsialniysimiz. Rasmiy, norasmiy degan narsalarga aralashtirib qo'ymanglar. Rasmiy dilerlikdan 41 ming, norasmiydan aloqaga chiqsanglar, uni arzonroq qilib berishga harakat qilaman. Bu lekin rasmiy hamma joyda narxi bir xil sotiladi. O'shanisi bilan rasmiy deyiladi. Hop, Voya Free Plus'imizning narxini keladigan bo'lsak, 43500, 41000. Bemalol aloqaga chiqinglar, xudo xolasa kelishadigan joylari bo'lsa, buni ham chiroyli qilib beraman. Hop. Keyingi Akula Sport gibridimizga keladigan bo'lsak, Forcing modeliga tegishli, ya'ni Forcingni biz mana ofitsialniy dilerligini olganmiz. Bu crossover varianti, mana bu sedan varianti. Hop, bu gibrid. O'zini Tokioda 230 km, общida har doimgidek 1200 km, 360 kamera. Hop, slipper zonalari, sovutish, isitish, massaj yopilib qoldi. Ichilari. Mashina bu ham o'zgacha. Sinyalari sportivniy, panorama lyuklari bor. Orqa ko'rinishlari. Ko'ryapsizlar, ancha keng mashina.
ba'zi birlari to'liq obzor chiqmagan bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, imminno sizlar uchun xarakteristikalarni Telegramda tashlab beraman. yoki bo'lmasa kommentariyada yozib qoldirsanglar, javob qaytarishga harakat qilaman. Ko'ryapsizlar, har doimgidek bitta kommentariyalarga javob beryapman. Hop, bular narxiga keladigan bo'lsa, 25 mingdan 27 minggacha bor, opsiyasiga qarab aloqaga chiqinglar, xudo xolasa chiroyli narxda qilib beramiz. Hop, keyingi sedan varianti. Hop, keyingi sedan varianti oq rangidan, oqga oq, qoraga qora ranglardan bor. Shular mana oq ko'ryapsizlar, ancha sochniy rangda. Chiroyli qilib olib yuribsiz mashina. Bu ham polniy panorama. Buni ham rasmiy dilerligini olganmiz. Shot spravkada chiqadi. Sразу kelasizlar, shot spravkada olib chiqib ketasizlar. To'lovlar bo'yicha aloqaga chiqsanglar, batafsilroq tushuntiraman. Oldi ko'rinishdan ko'ryapsizlarmi? Ancha derski mashina. Bu yoq tarafda Dipal S07, buni bilasizlar. Hozirgi kunda buni ham sotuv juda ham zo'r bo'lyapti buni. Ichlarni ko'rsatish shart emas. Bundan oldingi videoda bor, bundan o'tib profilga o'tib bemalol ko'rsanglar bo'ladi. Narxi 27500, aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa kelishadigan joylari bor. Hop, bu yoq tarafda parallelniy gibrid, ya'ni bu zaryad qilmaydi, lekin ancha ekonomishniy varianti. Buni ham har xil opsiyalari bor. O'zi benzinda yuradi, 5 ta rasxod qiladi. Bu ham shu 25 mingdan 27,5 minggacha opsiyasiga qarab narxlari chiqqan. Bu yoq tarafda mana forcing, qoraga qora rangi. Oqqa qora, qoraga qora, har xil variantlardan bor. Aloqaga chiqinglar, xudo xolasa mana ichki ko'rinishlari, test drive, hamma narsalarni qilib beriladi. Xudo xolasa yoqdi desanglar, chiroyli qilib muomalaga chiqarib, shot spravkada bantikchalar bilan kuzatib olamiz. Mashina ancha derski bu ham. Birinchi ko'rganda buni ko'pchilik 30 ming deb o'yladi, lekin unaqa emas. Bu yoq tarafda MGZS, HS degan modellarimizdan bor. Bu ham paytida sotuv juda ham zo'r bo'ldi. Mana bu arzonroq varianti, bu qimmatroq varianti. Hop. Narxiga keladigan bo'lsak, mana bu lyuksus varianti 250 million, aloqaga chiqsanglar, buni ham kelishtirib beramiz. Mana buni narxi 300 million. So'mda aytilayotgani, bular hammasi rasmiy diler bo'lganligi uchun bular so'mda aytiladi o'zi. Aloqaga chiqsanglar, buni ham kelishtiradigan joylari bor. Okalar, hozircha bizda mana shunaqa yangiliklar. Narx-navolar bo'yicha qisqacha ma'lumot berdim deb o'ylayman. Qarasam 14 kun bo'libdi video qo'ymaganimga. Ozgina ishlar bilan bo'lib qo'ya olmadim, ming bor uzr. Xudo xolasa bizda hozircha narx-navolar shunaqa. Qanaqadir savolinglar bo'lsa yoki bo'lmasa bir fikringlar bo'lsa, kommentariyada обязательно yozib qoldiringlar. Like bosib, komment yozib, yaqinlarga jo'natkizishdan chiqmasin. Xudo xolasa 1 yili hatya kumush knopkani olaylik, ya'ni 100 ming bo'laylik. Sizlarni poddeshkalar bilan yoki bo'lmasa birato'la tilla knopkani olamiz. Allohga hech narsa emas. Sizlardan bitta iltimos, poddeshka qilib qo'yayotgan videolarga like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa, hali oldinda qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p, savobli ishlar, har xil konkurslar, ehsonlar degandek juda ham katta niyatim bor. Juda ko'pchilik aytayapti, ya'ni katta blogerlar ham aytayapti, Mahmudga profilingni rivojlantirish uchun karta qo'ysang, odamlar qo'llab-quvvatlaydi. Agar qo'llab-quvvatlasa, seni videolaring yanada kачественный bo'ladi, bloger olasan yoki bo'lmasa nimadirlar qilasan deyapti. Baribir har doimgidek obunachilar bilan maslahatlashgan ma'qul. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Poddeshka uchun mabodo karta qo'yadigan bo'lsam, iminni mana shu profilni rivojlantirish uchun poddeshka qilasizlarmi yoki yo'qmi? Обязательно uni ham yozib qoldiringlar. Lekin juda katta blogerlar bu narsadan foydalanar ekan. Men to'g'risi xijolat bo'yotdim, lekin xijolatga o'rin yo'q. Nimaki, anchadan buyon birgamiz, ya'ni sizlar bilan har doimgidek maslahatlashib ish qilaman. Agar yo'q ukam bo'ldi, qo'llab-quvvatlaymiz, karta qo'ygin bemalol, profil qancha rivojlansa bizga ham foydasi bor-u. Ertaga baribir sekin-sekin shunaqa qilib ko'tarilasan deydigan aka-ukalarimiz bo'lsa, обязательно yozib qoldiringlar. Agar yo'kida bo'lmasa, yo'q kerak emas desanglar, xudo xolasa unga ham qarab anaqa qilamiz. O'shanga qo'yishdan oldin bitta sizlarning oldinglardan o'taman. Balkim keyingi videolarga balkim qo'yarman.
Xullas, menda shunaqa gaplar, akalar. Like, comment, yaqinligi jo'nasiz esdan chiqmasin. Bu sizlarga tekin, ya'ni menga bu YouTube bir tiyin pul bermaydi bu sizlarga qo'yayotganligim uchun, O'zbekistondagilar ko'rayotganligi uchun, o'zbek zabonlar ko'rayotganligi uchun to'g'risi unaqa YouTube pul bermaydi. Buni bilganlar biladi. Shuning uchun bizda like, comment yozsanglar juda ko'pchilik ko'rishlikka sabab bo'ladi va obunachilar qo'shilishlikka sabab bo'ladi. O'zingizlar ehtiyot qilasizlar, yaxshilikda ko'rishinglar. Qanaqa savolinglar bo'lsa, pastda nomer qoldiraman. Bemalol mana bu yerdagi nomerlarga aloqaga chiqib, yanada batafsilroq ma'lumot, lokatsiya, to'lov usullari hammasini bilsanglar bo'ladi. O'zingizlar ehtiyot qilasizlar, yaxshilikda ko'rishinglar. Salomat bo'lasiz.